Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Navbatdagi zakazimizni Andijon viloyati Xonobod tumaniga olib keldik. 11 komplekt kompyuter, stol, stul hammasi o'zimizdan bo'ldi. Demak, mebelchilarimiz bor, mebelni yasab berishadi. Ko'rib turgan videozdagi mebel 10 tasi 3 million so'mga tushayotgan. Xo'p, bundan tashqari kreslolarimiz bor. 450 ming so'mdan kojani kreslo ko'rishingiz mumkin. Demak, stol, stul hamma narsa bor. Kompyuterlarni ham har xil ko'rinishdagisi bor. Bu zakazimizda 11 komplekt offline ularni ko'taradigan sborka qilib berdik. Offline, online deganda nimani tushunasiz degan joyiga aytib o'taylik. Online sborka deganda sal kuchliroq variant nazarda tutiladi, ya'ni любой o'yinni ko'taradigan kompyuterlar. Offline esa asosan Counter Brolta, Generals, Dota shu kabi o'yinlarni ko'taradigan kompyuterlarni nazarda tutiladi. Ya'ni bu komplekt CS2, Dota 2 larni ko'tarmaydi. Lekin shuni bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p joyda faqatgina bizning O'zbekistonda Counter Brolta va Dota o'ynashadi. Shuning uchun onlayn o'yinni ko'taradigan sborkasiz ham arzon qilib kompyuterlarni olib pul topsa bo'ladi. Xo'p, bu sborkalarimiz kuniga misol 10 ta komplekt qo'yadigan bo'lsak, 400 ming, 500 ming atrofida sof foyda olib keladi. Yomon emas. Keyinchalik misol topgan pulingizga onlayn o'yinlarni ko'taradigan sborka qilib yoniga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Plastik chiroyli qilib kompyuterxona ochsa bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, kompyuterlarni mana o'rnatish jarayoni ko'rishingiz mumkin. Demak, xarakteristikasi ko'rinish haqida ham ozgina gapirib o'taman. Bu sborkamiz 24 li monitor bilan Corvette 120 Hz monitor qo'yilgan. Hop, bundan tashqari klaviaturamiz Fortech. Hop, naushniklarimiz bor, Moradi V10 va ZTech E12 yonadigan keysiga, mini keysga terilgan. Xullas, shu polni komplektda hozirgi kunda $235 turyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, shu tarzda olib kelib kompyuterlarni o'rnatib polni ishlatib beramiz. Demak, hozir videomiz yakuniga yetdi. Videomiz qisqa. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiraversizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Hozircha xayrlashamiz. Hammaga xayr.